Assalomu alaykum do'stlar, siz Kinotime'dasiz va bu IO filmi. Havo zaharlanganligi sabab barcha yer sayyorasini tashlab ketdi. Biroq bitta qiz buni istamadi va bitta o'zi yolg'iz yer sayyorasida qoldi. Kunlardan birida Mik ismli erkakni uchratgan qiz onasini emsin, bitta o'zim siqilib ketdim deya imkon bo'lishi bilan darvozani lang ochib yubordi. Yaqin kelajakda insoniyatning beboshligi sabab yerdagi havo zahar zaqqumga aylanadi. Bu hodisani oldindan sezgan ba'zi bir olimlar boshqa bir sayyoralardan geoenergiya olib kelish uchun kosmosga elektrostansiya uchirishgan edi. Odamlar ibtido missiyasi nomli kosmik stansiyaga ko'chib o'tishadi. Bu stansiya Yupiterning yo'ldoshi bo'lmish Io sayyorasi sathida joylashgan edi. Biroq ba'zi bir insonlar yerni tark etishni istashmadi va Sam ismli qiz ulardan biri edi. U havodan hozircha zaharlanmagan balandlikda yashardi. Sam zaharlangan havoda ham yashay oladigan arilarni ko'paytirish va otasi Dr. Weldonning izlanishlarini davom ettirish bilan shug'ullanardi. U kislorod ishlab chiquvchi o'simliklarni ko'paytirgan holda yerdagi hayotni yana qayta jonlantirishga umid qilgandi. Samning Elon ismli sevgilisi Iodagi stansiyada yashardi. Ular doim bir-birlariga cho'milishayotganda dumaloq video jo'natib turishardi. Elon qizga bilet olib uning yoniga uchib kelishini so'raydi, ammo qiz yerda hayot qayta tiklanishiga qattiq ishonardi. Elon xabarlardan birida stansiya kengashi yerning egizagi bo'lgan sayyoraga ilk ekspeditsiyani amalga oshirayotganligini ma'lum qiladi. Yerdan o'nlab yillik uzoqlikda joylashgan Proxima Centauri B sayyorasida yashash uchun sharoit mavjud bo'lishi mumkin edi. Elonning barcha do'stlari ekspeditsiyada ishtirok etish uchun ariza topshirishgandi, biroq uning o'zi bu ekspeditsiya ibtido dasturi uchun intihol bo'lishi mumkinligini aytadi. Sam xabarni to'liq o'qishga ulgurmasdan kompyuter ishdan chiqadi va kvadrotsiklga o'tirgan qiz eski tashlandiq kutubxonaga yo'l oladi. U yerda mifologiya kitoblarini topganida kutilmaganda kuchli bo'ron yaqinlashib keladi va qiz zudlik bilan ortga qaytishga majbur bo'ladi. Ortga qaytib kompyuterni tuzatgan qiz Elonning xabarlarini o'qishda davom etadi. Yerda qoldirilgan so'nggi ibtido shatl ham 4 kundan so'ng yo'lga chiqardi. Bu ularning so'nggi imkoni bo'lganligi uchun Elon qizni otasi bilan yerni tark etishga ko'ndiradi. Ertasi kuni arilarni ko'zdan kechirgan Sam ular zaharli bo'rondan halok bo'lganliklarini ko'radi. Issiqxonadagi ishlar ham dabdala bo'lgan edi. Sam nihoyat bu yerda qolishga kuch qolmaganligini, biroq ketishni qanchalik istasa ham shaltog'i chiqqan kvadrotsikli va zaxira kislorodi bilan uchish kunigacha manzilga yetib bora olmasligini aytadi. Bu voqeadan ko'p o'tmasdan Mik ismli qoravoy havo sharida stansiya oldiga qo'nadi. U uchish manziliga yetib borib yerdan surishni reja qilgan edi. Biroq bundan oldin Dr. Weldon bilan gaplashib olmoqchi edi. Qoravoyga biroz suv ichib olishini aytgan qiz o'zini Dr. Weldonning yordamchisi deb tanishtiradi. Qoravoy undan u bilan uchrashtirishini so'raganda Sam uning qayerdadir izlanishlar olib borayotganligini aytadi. Mik uni ham o'sha yerga olib borishini so'raydi, ammo qiz uning aniq qayerda ekanligini bilmasligini aytadi. Oqibatda Qoravoy uni kutib turishga qaror qiladi va anchadan beri erkak ko'rmagan qiz unga yeb qo'yguday qarab, bo'lmay ketayotganligini yashirish uchun ovqat pishirish bahonasida u yerdan ketadi. Ovqat vaqtida Sam dunyoda qandaydir hayvonlar qolgan yoki yo'qligini so'raydi. Qiz hayvonlar bilan ham har xil ishlar qilishni yoqtiradigan ko'rinadi. Ammo Mik odamlardan boshqa hamma hayvonlar halok bo'lganligini aytadi. Birozdan so'ng Sam unga tadqiqotlarni o'tkazadigan laboratoriyasini ko'rsatadi. U yana quyosh batareykalari ustida ishlaydigan do'sti Elon haqida ham so'zlab beradi. Bundan so'ng Dr. Weldonning yerda qolgan odamlar uchun qoldirgan nomalarni yozib oladi. Buni ko'rgan Mik hayron qoladi. Sam esa bu protokol bo'yicha qilinayotganligini va u ertaga qaytib kelishi mumkinligini aytadi. Ertasi kuni suhbatlashib turishganda qiz Elon aslida uning yigiti ekanligini aytadi va qoravoy vaqtdan foydalanib uzoqdagi quyruqdan yaqindagi qora yaxshi deya texnikdan nam yo'q qiladi. O'zi haqida so'zlashni boshlagan Mik qachonlardir o'qituvchi bo'lishni istaganligini, biroq taqdir taqozosi bilan havo sharida sayohat qilayotganligini aytadi. Uning rostgo'yligidan ta'sirlangan Sam esa u aslida Dr. Weldonning qizi ekanligini tan oladi. Buni eshitgan qoravoy esa haq qoshingga bitta shukr, kimni qizi bo'lsang ham qora baqalajon yediraman senga endi, deydi ichida. Qiz uni o'zi parvarishlab yetishtirayotgan o'simliklar oldiga olib boradi. Qiz o'zining botanik atamalari va nima uchun javob berishini berilib tushuntirib turganida zerikib ketgan qoravoy mavzuni o'zgartirib, tatuirovkani qayerda chizdirganligini so'raydi. Ammo tatuirovkasi ham botanika va fizika bo'lib yotgan edi. Qizning yana jag'i ochilib, yana ilm-fan haqida vaysashni boshlaganida qoravoy yana qayerda tatusi borligini so'raydi va qiz "Uyalmaysanmi, bet yo'q, kechasi ko'rsataman" deydi. Ertasi kuni Mik Dr. Weldon va ayoli Jyunlarning xonasini topadi. U Samdan onasi haqida so'raydi va Jyun kasallikdan vafot etganligini aytadi. Buni eshitgan Mik Dr. Weldonni o'ziga bino qo'ygan qaysar qari tullak deb ataydi va o'z tajribalari uchun oilasini zaharli yerda qolishga majburlaganligini ta'kidlaydi.
ta'kidlaydi. Bundan so'ng uning laboratoriyasi eshigini buzib ichkariga kiradi. U yerga kirgan Mik sassiq hidlardan o'zini yo'qota yozadi, xuddi it o'lganda edi. Aynan shu hodisadan keyin doktor Weldon aslida o'lgan ekanligini bilib olamiz. Film voqealari biroz ortga qaytadi. Tugab bitayotgan yerda 1 yildan oshiq yashab, tajribalar o'tkazgan Weldon ayolining o'limidan so'ng yerni qutqarib olmasligini tushungan. U qizini Ayoga ketishga undaydi, ammo Sem bundan bosh tortadi. Sog'lig'i yomonlasha boshlaganligini aytgan Weldon qiziga ertami kechmi yolg'iz qolishini va baribir ham ketishga majbur bo'lishini aytadi. Hozirgi vaqtga kelsak, Sem Mikni oilasini dafn qilgan joyga olib keladi. Marhumlarga hurmat bajo keltirgan Mik Semga uni o'zi bilan olib ketishini aytadi. U rad javobini qabul qilmasligini aytgach, Sem istar-istamas rozi bo'ladi. Kechroq yigitchasiga xabar jo'natgan Sem yerni tark etayotganligini va tez orada birga bo'lishlarini aytadi. Narsalarni yig'ishtirayotgan Sem ari fermasiga ona ari kelib tushganligini ko'rib qoladi. U zaharli havodan nobud bo'lmagan edi. Bu esa Semda umid uchqunlarini uyg'otadi, biroq buning endi qizig'i yo'q edi. U yerdan ketmoqchi edi. Biroq shamol turib yubkani ko'tarib, Shamol turib havo sharlarini kerakli manzilgacha yetib qo'yishini kutishlari lozim edi. Xabarlarni ochib ko'rgan Sem yigiti uning kelayotganligidan ancha xursand ekanligini bildirganligini ko'radi. Biroq u ham ekspeditsiyaga qo'shilgan edi. Bu esa u borgani bilan yana o'nlab yillar ko'risha olmasliklarini bildirardi. Bu yangilik Semning ko'z yoshlariga sabab bo'ladi. Kechki ovqat qilayotgan Mik qizning ko'nglini ko'tarish uchun apokalipsisgacha yerda qanday hayot kechirganligini so'zlab beradi. Yigitchasi undan kechib ketganligi sabab Sem o'zini yolg'iz his qila boshlaydi va Qoravoyning maqoliga quloq solgan holda uzoqdagi quyruqdan ko'ra yaqindagi qora kolbasani afzal ko'radi. Ertasi kuni kayfdan so'ng kayf qilib uyg'ongan Qoravoy shatlning parvozi boshqa joyga ko'chirilganligini eshitadi. Zaxira yo'qlig'ini ko'zdan kechirgan Mik kerakli manzilgacha yetib bora olmasliklarini tushunadi va bebismillo qilingan ishning oxiri voy ekanligining guvohi bo'ladi. Keyinchalik uni deb ayoli va qolgan odamlar ochlikdan o'lganliklarini aytadi. Sababi ochko'zlik qilib barcha ovqatlarni yashirib qo'ygan edi, ammo Sem uni deb bu yerlarda aziyat chekmasligiga so'z beradi. Uning gaplaridan ta'sirlangan Sem esa qayerdan geli topish mumkinligini bilishini aytadi va Mik bundan juda xursand bo'ladi. Ular birgalikda zaharli havoga to'lgan shaharga sayohatga jo'nashadi. Baxtlariga nafas ola olishlari uchun kerak bo'ladigan zaxira kislorod ballonlarini topishadi. Mik kosmodromga jo'nashlari uchun havo sharini to'ldirishni boshlaydi, ammo Sem oldiniga muzeylardan biriga kirib ketishni taklif qiladi. U oldiniga qarshi bo'ladi, biroq ko'ngli bo'shlik qilib uning qaytib kelishi uchun 1 soat vaqt beradi. Biroq u ketganidan bir necha daqiqa o'tgach, u Semning umuman yerdan ketishni istamayotganligini tushunib qoladi va bundan sarosimaga tushib, uning ortidan borishga majbur bo'ladi. Muzeyga kelgan Qoravoy Semning klassikadan zavq olayotganligini ko'radi. U Semga qo'lidan kelgan ishni qilganligini va otasi u bilan faxrlangan bo'lishini aytadi. Bundan so'ng u bilan birga ketishni so'raydi, ammo Sem buni rad qiladi. Shu damda Semning kislorodi tugashni boshlaydi va Mik unga tezda zaxira ballonini beradi, ammo Sem uni almashtirish o'rniga kislorod niqobini yechib zaharli havodan bo'g'ilishni boshlaydi va tamom. Yo'q, hozircha tamom. Film voqealari kelajakka ko'chadi. Mik kosmik kemasida yolg'iz yo'lga chiqqandi. Sem esa tirik qolishni uddalagan va u yerdan ketishni istamagan. U ham xuddi ona ari singari zaharli havoga immunitet paydo qila olgan. So'nggi sahnada qandaydir bolacha uning oldiga yugurib keladi. Ma'lum bo'lishicha bu malla tulki Semdan foydalanib yer aholisini qayta ko'paytirishni o'ylagan ekan. Ha, erkak kishi bo'lib yashash qanchalik og'ir. Bizdan faqat foydalanishadi.